Assalomu alaykum, Umidjon kanalining kuzatuvchilari, chorva ish qog'ozlari. Mana bugun haftaning payshanba kuni, 16-aprel. Biz o'zimizning xonadondan Marg'ilon shahridan kichkinagina videorolik olyapmiz. Bugungi videorolik olishimizdan maqsad mana shu 3 ta qo'chqorchamizga yemini beramiz va rasxod qancha bo'ladi bir oyda. Buni sizlar bilan birga bitta hisob-kitob qilamiz va qushlarimizni ovozini eshitgan akalarimiz qushlardan bitta video qilib chappayin deyishgan ekan. Shu qushlarimizni ham borada bitta ko'rsatib o'tib ketamiz. Xo'sh, bo'lsa biz videolarimizni boshladik. Papukalarimiz bor, ishlashyapti. Bular mana bollari hozir ikkinchi partiyaga ham tuxum qo'yib qo'ygan. Mana bu tushganlar ham bollari, yana ikkita bolasi bor. Bunisi ham tuxum qo'yib qo'yishdi. Mana yerda bedanalarimiz ham bor. Sayrab turishadi. Hozir rosa papukalarimiz bilan karellolarimiz bola olib chiqish jarayonida. Mana akalar, karello qushlarimiz. Bularni yangi tayyorlaganlarimiz. Bu yil xohlasa ishlatamiz. Bularimiz o'tgan yilgilar bilan bolasini olib chiqish jarayonida bular ham ochib chiqqan va shu bolalari mushta-mushta bo'lib qolgan. Mana akalar, shunaqasiga aylanmasiga qush. Bulardan ham foyda yaxshi. Bitta tayyorini deylik 150 ming, 400 mingga olsangiz, birinchi partiya ishlashda 4 ta bola olsa, donasi 100 ming so'mdan ota-onasini o'zi qoplab yuboradi. Keyin 3 partiyasi bonusga qoladi. Foyda plus 400 ming tiksangiz, yiliga $100 daromad bor. Yaxshi biznes, kimdir boqaman desa, qiziqsa. Mana akalar, 3 ta qo'chqorchamizni bir mahalliy yemini tayyorlayapmiz. 300 gram sho'rxa, 1,5 kilogram somon, 1,5 kilogram kepak. Mana buni rasxodimizni yozib berdim. Sho'rxa 300 gram ertalab, 300 gram kechga, kilogrammi 4,000 so'mdan bo'lsa 2400 so'mlik sho'rxa yeyapti ekan. Kepagimiz ertalab 1,5 kilogram, kechga 1,5 kilogram. Bir kunda 1 kilogram 3700 so'm. Somonimiz ertalab 1,5 kilo, kechga 1,5 kilo, 1 kilo yeyapti. Xo'sh, qopini, somonimizni qopini 20 ming so'm olyapmiz. Bir qop somon 8 kilogram bo'lar ekan. Bu degani 1 kilogrammi 2,5 ming so'mdanga to'g'ri keladi. Hozir mana buni jamini qo'shsa, mana 8600 so'm. 30 kunga ko'paytirsa 258 ming so'm. Buni 3 ga bo'ladigan bo'lsa, qo'chqorimiz 3 ta 86 ming so'm. Bitta qo'chqorimiz bir oyda hozircha 86 ming so'm yeyapti. Endi sekin-sekin jicha yemini qo'shib boraveramiz. Sentabr oyidan keyin asobiy kuchaytirishimiz sentabr oyidan kuchayadi. Ungacha jinda-jinda somonidan jinda-jinda qilib qo'shib turamiz. Xolos, unchalik katta razza qilmaydi keyingi oylarda ham. Lekin sentabr oyidan bu bitta qo'yimiz rasxoti bo'lmadi deganda 200 minggacha chiqib qoladi. Yemini kuchaytirishni boshlaymiz. Mana hozir buni somon terit qilib tayyorlayman. Mana akalar, somon teritimizni tayyorlab oldik. Xohlasa nimaga bunaqa berayotganimiz sababi, hozir bular kichkina yem bersa qatib qoladi, o'smaydi. Mana somon terit bilan jicha 1-2 oy berib cho'zib olsak, keyin yemini kuchaytiramiz. Mana akalar, qo'chqorchalarimizga somon teritini berib berdik. Maza qilib ishyapti. Endi mana shu rejimda 1-2 oy yursa, to'ymay qolsa jinda-jinda somonini qo'shamiz, xolos. Boshqa narsasini qo'shmaymiz. O'sha sentabr oyidan asta-sekinlik bilan kepayda o'rniga ligi nolning katta qo'chqorlarimga berdi ekan. Molga ham berardim, buqa yem 9 xil mahsulot bor, o'sha buqa yemga o'tamiz. Xudo xolasa, mana qo'chqorlarimiz mashinasi shu ustida ekan. Ularni bo'yi yetmasdan tomog'i tegib zo'rg'a o'qilanyapti. Bunisi mana umnilik qilib taxtaga oyog'ini qo'yapti. Shu strik. Videolarimizda xato kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, uzr so'raymiz. Yoqqan bo'lsa, bittadan like tugmachasini bosib, qo'llab-quvvatlab, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.